o'zingizga kirib yashash uchun tayyor 3 xonali kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, yaxshisi sotuvga chiqdi. Qarang, ichida texnika, mebel, jihoz, kuxonniy mebel, konditsioner hamma narsani qoldirib ketaman deyishar. Shunday kirib yashab olasiz. Qarang, 9 qavatli domimizni 3-qavatida joylashgan. Tarsovoy emas. Manziliga kelsak, Sergeli, Yangi hayot, Do'stlik 2 deyiladi. Atrofida maktab, bog'cha, avtobus, klinika hamma qulayliklari bor. Yashash maydoni 80 kvadrat metr, narxini $74,000 deyishyapti, lekin kelib savdolashib arzonroqqa baraka qilib olsanglar bo'ladi. Xoslar bilan birgalikda ichini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Uyimizga ham kirib oldik. Chiroyli mana kattagina koridor, yaxshi mebel, sifatli eshik qo'ygan ekanlar. Uyimizning ko'rinishi, remontlar ham yaxshi ekan. Birinchi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Ikkinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Bu yerda vannamiz, hojatxona, bu yerda ochib ko'rsataman. Mehmonxonani qarang, chiroyligini. Uyda ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Hojatxonamiz. Oshxonani balkonga chiqarib qo'yishgan. Bu yerda mana o'tiradigan chiroyli qilib joy qo'yishdi o'zligi. Oshxonamiz balkonni oshxona qilib qo'yishgan ekan. Hamma xonamiz mana shunaqa akfa qilib qo'yishgan ekan. Reshotkalargacha bor.